Assalomu alaykum Shavon Chorva kanalini muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana hafta kuniga dushanba 2-mart Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroyqishloq Shavon mahallasida shu sizlar bilgan arzonchi Elyor akalarning mol firmalariga kelganmiz. Xudo xolasa mana bir-biridan chiroyli novvoschalarimiz, xunojinchalarimiz bor ekan, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bemalol joylashib olib, chiroyli qilib kuzatib, o'zlarining yoqqaniga telefon qilaverasizlar, yetkazib berishadi. Kelib, ko'rib ham olaverasizlar. Mollar sog'lom va yeb ichishlari ham yo'g'ini ko'rib turibsizlar. Videoni boshlashdan oldin xudo xolasa bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar, kommentariyani yozaverasizlar. Akalar, ukalar, mana mollarimizning narx-navolari, yeb ichishlari ham yo'g'ini ko'rsatib o'tamiz. Akalar, ukalar, mana bir-biridan chiroyli mollarimizni oldi tomonidan ko'rsatib o'tyapmiz. Aka-ukalar, kuzatib borsalaring orqa tomondan ham ko'rsatib o'tamiz. Akalar, mana yeb ichishlarini ko'rib turibsizlar. Bular silos yo boshqa narsa emas, oddiygina bir mana somon pahol deyishyapti. Endi silos boshqa narsa bersalaring ko'raverasizlar akalar. Vobshe yeb ichishiga o'ta darajada xudo xolasa javob berishaveradi bir hafta 10 kunga. Akalar, mana 3 bosh novvoschamizni hozir oldi tomonidan ko'rsatib o'tyapmiz. Akalar, ukalar, mana bu tomonda yana bor mollarimiz. Ozgina charchoq, har dushanba, payshanba keladi, bega bilasizlar. Kanalda bir ikki chiqarib o'tganmiz bu mol firmani mollarini. Akalar, ukalar, mana xudo xolasa bahorga bonus bo'lib shunda optim aytib qo'ya qolamiz. Arzon qilib aytib o'taveramiz. Akalar, ukalar, narx-navolarni mana hozir yonboshlaridan ko'rsatib o'tyapmiz. Lokatsiyalari ham juda ajoyib joylashgan. Yo'lni bo'yida mana. Chevette ham bor, boshqasi ham gibrid, hammasidan bor akalar, ukalar. Kanaldan uzoqlashmaysiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. YouTube, Instagramda. Bizda mana 24/7 nomerlarimiz ishlaydi. Nomerlarimizni qoldiramiz. Akalar, ukalar, mana xudo xolasa mollarimizni oldi tomonidan ko'rsatib o'tdik. Oldi yonboshidan, hozir orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Videoni yarim sekundga pauza qilib turamiz. Hurmatli obunachilar, mana mollarimizni, novvoslarimizni orqa tomondan ko'rsatib o'tyapmiz. Mana ostlari, oyoqlari hamma yo'g'ini e'tibor bilan, diqqat bilan ko'raverasizlar akalar. Ukalar, mana ustilarini, mana jonivorlar ajoyib, bir-biridan chiroyli. Yo'qsa yoqmasa bitta like ni bosib qo'yaverasizlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Avvalambor yoqmaydigan molni o'zi yo'q edi. Hammasi puliga yarasha xudo xolasa. Bo'ybastlari ham hamma yo'g'i joy-joyida, yeb ichib turibdi mana, garantiya. Xudo xolasa dastlabkasi ichida. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar, ukalar. Bu tomondan ham ko'rsatib o'tyapmiz. Mana tepalaridan, ostidan, ustidan qilib. Mana akalar, ukalar. Xudo xolasa 8 bosh qolgan. Bemalol telefon qilaverasizlar, yetkazib berishadi. Iloji bo'lsa kelib, ko'rib olsalaring yaxshi bo'ladi akalar, ukalar. Tanlab olishi mana optim 16,5 mingdan ozgina xayri bor yana. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalarga. Narx-navolarni so'rab olib, bu akalar o'zlari YouTube'ga ko'rinish berishmaydi. YouTube'da kam sotishadi. Prosta biz sizlarga ilinaylik deb chiroyli qilib obzor qilib o'tyapmiz akalar, ukalar. Mana novvoschalarimizni ko'rsatdik. Tanlab olish 16,5 milliondan xayri bor. Telefon qilasizlar, xunojinchalarimizni ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Hurmatli obunachilar, mana xunojinchalarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Soni ko'p. Soni 11 bosh akalar, ukalar. Mana ikkitasi bu tomonga qarab turibdi, orqasidan hozir oldi tomonidan ko'rsatib, keyin orqasidan ham ko'rsatib o'tamiz mana. Hashaklarni yeb turishdi mana. O yerdagi hashaklarni ham yeyapti kerak esa. Mana shvetchalar, boshqalari hammasidan akalar, ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana yeb ichishlar, so'ragan akalarimiz, ukalarimizga
ko'rsatib o'tyapmiz. Hozir orqa tomondan ham ichkariga kirib ko'rsatib o'tamiz. Ozgina charchoq bo'lgani uchun mollarimiz jinday xomush turibdi. Yaqinda yetib kelgan mollar. To'g'ri tushunasizlar, yeb ichishlarini mana ko'rsatib o'tyapmiz. Garantiyasi bor. Hojonam, hojotim bitta pensiyasiga olib qo'yiladigan narxda qilib aytamiz bular. Ja qimmatini ot kallasi nima emas. Optimiga aytib qo'ya qolamiz. 11 bosh murojaatchamiz. Mana realni yurib turibdi, kasaldan chiqmagan ya kasal bo'lmagan sog'lom mollarimiz akalar ukalar mana. Bemalol tanlab olib telefon qilaverasizlar. Real hammasi sog'lom. Jonivor nima deyapti aka? Jonivor. Shunday og'liga tashlab qo'ysangiz ajoyib mol bo'ladigan darajada sifati, soni hammasi zo'r aka. Tanlab olish mana 10,5 so'mdan. Xayri bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yo'lda bo'yi mana har doimgidek lokatsiyalarimizni aytib o'tsak akalar. Toshbuloq tomondan kelishingizda chap qo'lda akalar. Andijondan bu yoqdan bu yoqdan Yangiqo'rg'on shu tomondan keladigan aka-ukalarimiz uchun. Mana Farg'ona tomondan keladigan aka-ukalarimiz, Qo'qon, Farg'ona, Chus tomondan keladigan akalarimiz uchun o'ng qo'lda. Saroyli sentrida ozgina yursangiz Shavon mahallasida akalar. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmang. Like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada ota-onangga rahmat deb yozib qo'yasizlar. Narx-navolar baland aytishmi, arzon aytishmi, fikr mulohazalaringizni bemalol bildiraverasizlar. Olovchani bosib qo'yasizlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi akalar, ukalar, vaqtlaringiz roz bo'linglar. Hammaga Alloh kayfiyat tilagan holda videomizni yakunlaymiz. E'tibor uchun rahmat.